Uzog'i 2 sm qo'mishimiz kerak. 1 sm 2 sm bir xil yotqizib qo'yadi, bir xil yonboshlab, bir xil shu nishini pastga qilib qo'ysa, mana shuni ham ekib ko'rmoqchiman. Bir antiqa dumaloq urug'li xurmo ekan. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun unib chiqqan xurmo danalarini tuproqqa o'tkazamiz va sizlarga ham shu jarayonni qisqacha ko'rsatib bermoqchi edim. Oldingi oy men sizlarga danilarni tez undirish usuli va qoidalarini tushuntirib bergan edim. Kanalda batafsil videolari bor, hammasi ko'rsatib, tushuntirib berilgan. Kim ko'rmagan bo'lsa albatta ko'ringlar. Va shu videolarning izohida dani nishotgandan keyin buni albatta tuproqqa o'tkazishni ham ko'rsatib bering deb ko'pchilik so'ragan edi. Birinchi partiyani men sizlarga ko'rsatib bera olmadim, ozgincha vaqtimiz bo'lmay qoldi. Birinchi partiya bundan bir hafta oldin qo'yilgan. Bu 9-martda qo'yilgan bo'lsa, birinchi partiyasi 2-da qo'yilgan edi. Videosi ham bor, sanasini ko'rib olsanglar bo'ladi. Birinchi partiyani biz tuproqqa ekkanimizdan keyin mana tuproqda ham nishot tishi boshladi. Mana tuproqda ham ko'rib turibsizlar, chiqishi boshladi. Do'stlar, o'zi bu usullar afzallik tomoni dani juda ham tez nishotadi va unib chiqish foizi yuqori bo'ladi. Bu usulni nafaqat xurmoni dani uchun ishlatsanglar bo'ladi, buni har qanaqa katta urug'lar uchun ishlatsanglar bo'ladi. Asosan palmani katta urug'lari uchun. Hozir sizlarga buni isbotlab ham beraman va ekishni ham qisqacha ko'rsatib beraman. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizani Telegram kanalimizga ham obuna bo'ling. Misol uchun bu usulni qo'llamasdan biz danilarni olib, shundoq tuproqni o'ziga tiqib qo'ysak, albatta unib chiqadi, lekin unib chiqishi uchun ancha vaqt ketib qoladi. O'rtacha 2 oycha vaqt kerak bo'ladi va unib chiqish foizi kam bo'ladi. 10 tadan 1-2 tasi unib chiqishi mumkin. Va shu danilarni olib biz oddiy suvga solib qo'ysak, suvda ham albatta unib chiqadi, lekin suvda unib chiqishi uchun juda ham uzoq vaqt kerak. Misol uchun mana shuni biz suvga solganimizga 40 kun bo'lgan. Birinchi partiya bilan birga solganmiz. Buni videoda ham sizlarga ko'rsatganman. Lekin bu yerda bitta ham urug'lar hali uyg'onmagan. Uyg'onishdan darak ham yo'q. Birinchi partiya biz bu usulni qo'llaganimiz, mana tuproqda ham ko'rsatdim men sizlarga, nish otishni boshladi. Mana tuproqda ham chiqishi boshladi. Lekin bular hali uyg'ongani ham yo'q. Do'stlar, endi videoni cho'zib o'tirmaymiz. Men sizlarga tuproqqa o'tkazishni ko'rsataman. Har doimda oddiy universal tuproq ishlatamiz. Faqat universal tuproqga ozgincha perlit qo'shib o'ramiz. Perlit namni yaxshi saqlab turadi va urug'larimiz tezroq unib chiqadi. Tuproq har doim nam bo'lishi kerak. Do'stlar, sizlarga har doimda Pyotr Plexanov universal tuprog'ini maslahat beraman. Juda ham zo'r tuproq, o'zim 2 yildan beri ishlataman. Bu tuproqni sizlar uzun marketdan 10 litrni 50 ming so'mga olsanglar bo'ladi. Bundan kichikroqlari ham bor. 1 litr, 2 litrli ham bor. Lekin mana 10 litrli juda ham barakali. Bularni sizlar uzun marketdan xarid qilasizlar. Hozir biz tuprog'imizni tayyorlab olamiz, keyin o'tkazamiz. Perlitni ozgincha qo'shsanglar yetadi. Mana bir tog'oraga 1 peyla perlit qo'shsanglar bemalol yetadi. Do'stlar, video juda ham cho'zilib ketmasligi uchun tuproqni aralashtirib, tuyilarga yarimdan ko'proq qilib solib oldim. Endi men sizlarga asosiy 3 ta qoidani tushuntirib berishim kerak. Urug'larni biz qancha chuqurlikda ekishimiz kerak. Misol uchun mana tuproqni to'ldirib oldik. Urug'imizni mana qo'ydik. Endi shu urug'i biza uzog'i 2 sm qo'mishimiz kerak. 1 sm 2 sm bu eng zo'ri. Juda ham chuqur ko'mmanglar, chunki bu unib chiqishga kuchi yetmay qolishi mumkin va juda ham sayoz ekmanglar. Eng zo'ri 1 sm chuqurligiga eksanglar juda ham zo'r bo'ladi. Ikkinchi qoida. Urug'imiz unib chiqqandan keyin mana nishi qancha kattalikda bo'lgandan keyin biz ekishimiz mumkin. Mana bular misol uchun mana juda ham katta bo'lib ketgan. Bular xato. Bunaqa juda ham katta qormaylar. Endi biz unib chiqishini kutdik. Bunaqa kutish xato. Ozgincha unib chiqqandan keyin o'zi ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu eng zo'ri. Juda ham kichkina ham bo'lmaydi. Mana misol uchun mana shunaqa unib chiqsa, buni ham ozgincha kutsanglar yaxshi. Lekin shuni ham ekib qo'ysa hech balo qilmaydi. Eng zo'ri mana shunday bo'lgandan keyin ekib qo'yinglar. Va eng asosiy qoida juda ko'pchilik so'raydigan, urug'ni biz yerga qanaqa qo'yishimiz kerak? Bunaqa qo'yishimiz kerakmi? Bunaqa qo'yishimiz kerakmi? Orqa machas qo'yishimiz kerakmi? Yonboshmi? Qanaqa qo'ygan yaxshi? Buni do'stlar, o'zimning tajribamdan aytaman, umuman farqi yo'q. Bir xil misol uchun uzunasiga qo'yadi, bir xil yotqizib qo'yadi, bir xil yonboshlab, bir xil shu nishini pastga qilib qo'yadi. Buni men tajribamdan aytaman, umuman farqi yo'q. Men misol uchun yonboshlab qo'yaman. Mana shundayga qo'yaman. Yonboshladim. Endi sizlarga qanaqa qulay bo'lsa, shuna qo'yaveringlar. Men buni hech qanaqa farqini sezganim yo'q. Eng asosiysi juda ham chuqur ekmasanglar bo'ldi. Qolgan hech qaysi ahamiyatsiz. Misol uchun mana shunday bo'lib ketgan ham, bu ham bemalol unib chiqadi. Hech zarari yo'q. Faqat o'zingizga keyin ekish qiyinroq bo'ladi. Mana qanaqa bo'lsa shuna qo'yaverasizlar. Va aytganimdek eng asosiysi 1 sm 2 sm dan ko'p
ustiga tuproq tashlamanglar. Bo'lmasam unib chiqishga kuchi yetmay qolishi mumkin. Hozir endi biz bularni ko'mib chiqamiz. Har doim videoni 3 minut 5 minut qilaman deyman, lekin cho'zilib ketadi. To'g'risini aytaman, o'zimga ham uzun videolar yoqmaydi. Do'stlar, men sizlarga bittasini ko'rsatib beraman. Mana biz urug'i qo'yganimizdan keyin buni 1 sm 2 sm ko'mib qo'yamiz. Va keyin biz buni hozirgi harorat, yaxshi harorat, shu oddiy qanaqadir xona haroratiga qo'yamiz va albatta yorug' joyga qo'yamiz. Chunki nish otgandan keyin yorug'iga qarab intilib o'sishni boshlaydi. Mana biz ko'mdik va buni sug'orib, keyin o'sha harorati yaxshi, shu hozirgi xona harorati va yorug' joyga qo'yib qo'yamiz. Va unib chiqquncha albatta namni ushlab turinglar. Tuproq har doim nam bo'lib turishi kerak. Juda ham botqoq bo'lmasin, nam bo'lib tursa yetadi. Mana do'stlar, biz ekib qo'ydik. Xudo xolisa keyin gal men shunaqa xurmoni danagini ekmoqchiman. Bu bir boshqacha sorti ekan. O'zi aytishadi, xurmoni sortiga qarab palmalar ham har xil bo'ladi. Do'stlar, yana shuni aytib qo'yishim kerak, juda ko'pchilik izohda so'ragan, bundan o'sib chiqadigan xurmolar uy sharoitida hech qachon meva bermaydi. Bu oddiy palmaga o'xshab o'sadi. Mana bozorlarda finikovый palmalar sotadi, misol uchun kanarskiy finikovый palmalar. Xuddi shunaqa palma bo'lib o'sadi. Va shuni ham aytib qo'yishim kerak, boshida 2-3 yil juda ham sekin o'sadi. 4-5-yildan boshlab jadal o'sishni boshlaydi. Juda ham ko'p bargda chiqarishni boshlaydi. Men sizlarga albatta bu jarayonlarni ham ko'rsataman. Xudo xolisa mana shuni ham ekib ko'rmoqchiman. Bir antiqa dumaloq urug'li xurmo ekan. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolisa keyingi videolarda ko'rishguncha.